Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Hacı Rozi. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağı 2020 yıl 4. ayının 14. günü haftaya Seyşembe. Vaziyet siyaset doğrusu vaziyet emas. Virüs, juqumluq virüsning vaziyeti mundaq hürmetli vatandaş. 2020 yıl 4. ayının 14. günü Amerika isimli televiziya CNN'nin doklad yoki xabar dünya bo'yicha juqumlanganlar 1,925,811 nafar. Kesel virüs bilan vafot bo'lganlar 119,818 nafar. Amerika Qo'shma Shtatlarida bugün juqumlanganlar 582,594 nafar. Kesel virüs ofati bilan vafot bo'lganlar 23,649 nafar. Washington vaqti degan soat 6dan 9 minut o'tganda elingan xabar. Amerikada vafot bo'lganlarga diqqat qiling. Avvalgi ishki kunda har kechasi yoki bir sotkada 2000 dan odam vafot bo'lib qo'shilib kelgan. Bugungi xabarda 649 partisan bo'lsa-mu 24 ming emas 23 ming. Şunun qaraganda hozir o'lim yetim ishlari tuvallashdan yuz berayotganligini ko'rib olg'ili bo'lamdi qandaq. Allah Amerika Qo'shma Shtatlarini o'zing saqla, Amerika xalqini o'zing saqla Allah. Dunyo xalqini o'zing saqla Allah. Uyg'urlarni o'zing saqla Allah. Endiki resmi xabarimizning mavzusi mundaq vatandaşlar. Bugün muhokama yo'q, lekin bu xabarlarni diqqat bilan anglaysiz. Men shuning ishoniman, hurmatli vatandoshim. Mavzu bundaq: dahshatli ahvol, xatarli sharoit. Junglan xayga yaqinlab keldi. Islohot ishni ochib etishning natijalari kulga aylanadi. Mavzuli xabar 4. ayning 13. günü Van Meter betida e'lon qilindi. Avtori Jangji. Jungo virusining ahvoli atalmış muqimliqi yuzlanganda dunyo vaziyati texmo qattiqlashib ketdi, jiddiylashib ketdi. Hozir 1,500,000 odam dunyo bo'yicha virus bilan juqumlandi. 100 mingdan ortiq odam dunyodan ayrildi. Lekin nurg'un jungoliklar boshqalarning beshiga kelgan eg'ir kunlarni kulki chaqchoqqa aylantirib masxara qildi. G'arb dunyosi xalqlarini masxara qilib jungocha mashg'ulot qilolmadi deyishdi. Jungo yana bir qatam dunyoga doyi bo'lishning, rahbar bo'lishning tushini ko'rishga başladı. G'arb dunyosi davlatlaridagi tibbiy va davolash doktor mutaxassislarni chaqirib, jungoning virus qarshi turish retseptlarini tanishtirdi. Har qaysi taraflarga maska va nafas olish mashinalarini tarqatdi. Hamda jungoning tashqi ishlar ministrligini Sarangla doktorxonasiga aylantirdi. Tefekkürü normal bulmagan uruş xamar böre şekillik adamlar her tarafga tumuşkanı uzutup işleşke başladı. Ataydigidek yeni tacısıman öpke yallığına kelişmen beni Amerika her bilirge bağlap koymakçı bol. İnsanlar kılıvatıdır. Xuda körüp durdu. Jungo hozirgacha kesel virusini tushungani yo'q. Jungo hozirgacha dunyoni tushungani yo'q.
Jungo hazırgacha özüne bolsa texmo tushangani yo'q. Chunki Jungoliklar bir masalani tushunmadi. Yani yeni Tojikiston virusdan texmo xatarlik krizisining yaqinlab kelayotganligini tushunmadi. O nima? Bir xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo, Guangdong өлkəsi, Zhejiang өлkəsi qatarlıq joylarda pishiqlab ishlash shirkatlari tashqari dunyodan xaridor ishlab chiqarish zakazlarini qabul qila olmadi. Mushu oydan boshlab yana bir qism zavodlar, shirkatlar 2 oydan 5 oygacha taqilib qoldi. Guangdong өлkəsi Jaya tikkichilik shirkati futurishida mundaq ko'rsa, to'xtab qoldi. Shirkat 4-oyning 1-kunidan boshlab ishdan to'xtadi. 7-oyning 31-kunigacha ishdan to'xtaydiganligi faraz qilinmoqda. Universal matbuot hatto bir xabarda mundaq oshkorildi. Shenzhen shahrida zavodlar, ishchilar stanoklarni urib chaqdi. Yani bir xabarda bundaq ko'rsatildi. Navbatda Amerika, Angliya, Avstraliya hamda Jungo do'st davlati Iran va Afrika davlatlari hammasi virus ahvoli o'tgandan keyin Jungodan to'latib olishga tayyorlik qildi. Ular yani bu davlatlar Jungo virusining ahvolini yoshirdi. Yangi Tojikiston virusdan yer sharga tarqalib ketishini keltirib chiqarib, bizning davlatlarimiz intayin zo'r ofat elib keldi. Buning uchun bizning davlatlarimizga intayin zo'r ofat elib keldi. Buning uchun Jungo zo'r miqdorda dollar bilan to'lam to'lishi kerak deb to'ladi va shunday hisobladi. Tarixshunos John Lipan mundaq dedi. Hozir nurg'ulg'an kishilar mundaq deyishyapti. 100 yil burungi Genzi yillari, bu yil nima to'sh kelmadi? Genzi yillari 8 davlat armiyasi yetib kelgan. Hozir balki 80 davlat armiyasi, balki 10dan ko'p davlatlar armiyasi yetib keldi. Chunki bu ham virusi butun yer shariga siyosiy, iqtisodiy ofat elib keldi. Şuna Jungo'dan mas'uliyatni so'rashda qilish, xalqaro maydonda turib aytganda saqlang'ili bo'lmaydigan bir ishda. Hozir g'arb davlatlari emas, Jungo bilan azaldan munosabati yaxshi bo'lib kelgan davlatlar hozir Jungodan 100 o'rishga boshladi. Jungoda yuz bergan ishsizlik to'lqini xalqaro to'lam to'lash texi ba'zi ko'rsatgan zo'r krizis hisoblanmaydi. Men ko'rsatayotgan krizis, zo'r krizis, g'arbda taraqqiy qilayotgan davlatlarning dal hozir Jungo bilan ayrilib ketishidir. Bu krizis Jungo uchun hech qanday bir maydon dahshatli urushdan, zarbiston kam emas. Bu zarba 40 yillik islohotning natijalarini yo'q chiqardi. 3-oyning 24-kuni Prezident Trump Oqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz endi boshqalarga tayinib, o'zimizni saqlaydigan ishni abadiy qilmaymiz. Biz nurg'un narsalarni o'rganib oldik deb hisoblayman. Biz 3 yildan beri nihoyat ulug'vor bir davlat planini ishga soldik. Biz ko'chmanlar sistemasi bexatarligini kapolatga ega qildik. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshlar.